ziyoratgoh haqida so'z yuritamiz. Toshloq Quva avtomobil yo'nalishidagi Quva tumanining Akbarobod mahallasini tuman markazi bilan bog'lovchi ko'prikning chap tomonidagi tepalikka ko'zingga tushgan bo'lsa kerak. Mahalliy aholining fikriga ko'ra, ushbu tepalik tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, o'z davrida tashqi dushmandan qo'rg'onni qo'riqlash vazifasini o'tagan. Keyinchalik esa yer ostidan chiqadigan bulog'i va tuprog'ining shifobaxshligi bilan ko'pchilik e'tiborini tortgan. Ijodiy guruhimiz bilan ushbu ziyoratgoh tomon yo'l oldik va qishloqning tor ko'chalaridan yetib keldik. Mahalla raisining ta'kidlashicha, mahalla faollari, tadbirkorlar va tuman kengashi deputatlari bilan hamkorlikda hududni obod etish, fuqarolar uchun haqiqiy ziyoratgohga aylantirish, turistik maskan barpo etishga kirishilgan. Sohibjon aka, demak, mana shu mahallaga yangi rais bo'lib saylangan ekansizda, mana shu joylar haqida nima deyish mumkin? Bu joylar ota bobomizdan eshitgan narsalarni aytaman. Juda bir qadimiy ziyoratgoh bo'lganligi uchun bu yerda turpog'i ham, qo'netdagi buloqni shifobaxshiligi ham mana qurilishlarni qilib obod qilyapmiz. Shu biz tug'ilibmizki, shifobaxshiligini bilamizda endi. Mana orqa tomoningizda mana ko'l turibdi. Bu suv qayerdan keladi? Qanday paydo bo'ladi? Bu ko'l mana shu yerda o'zi yerni tagidan chiqadi, yerni tagidan chiqib, a'dan chiqib ketadi. Chiqishi bor, lekin qaysi tarafdan kelayotgani noma'lum bizga. Yerdan shu o'zi suv chiqib turadi. Ichida bir baliq bor, endi baliq ham belamur bilan nima bor? Sababi bu yerda qamichlar o'sib yotadi. Baliq tashaganimizdan keyin tozalab tashadi bu yerda. Tozalab tashadi. Endi hozircha endi rejalarimiz ko'p. Bu yerda obod qilishga urinyapmiz. Aka, mana ko'ryapsizki, bu yerda qurilish bo'lyapti ekanda, bu qurilishni qilishdan maqsad nimadan iborat? Odamlar kelyapti, bu yerda sharoit yo'q. Ularni kutib olish uchun, ularga kelib bir piyola choy quyib berish uchun imkoniyat yo'q bu yerda. Yo'q edi, biz shuni qurilishda mahallaning ichki imkoniyatlaridan foydalanib, hashar yo'lida shu binoni qurib, shu yerda keyin mahallada mana Navruz bayramlari, darishonalar, shularni shu yerda o'tkazamiz deb biz shunga harakat qilyapmiz. Ajomas shularimiz bitsa, mana daraxtlarni ekyapmiz, betlarni obod qilish uchun. Xudo xolasa niyatimiz shu juda katta. Turizm yetib kelgidek bo'lsa, betlarda do'konlar, magazinlar, boshqalar qurilib ketsa, bizni mahallani obod qilib tashlaydi. Kimdir do'kon qursa, kimdir qursa, davlatimizga soliq to'laydi. Mahalla obod bo'ladi. Shuning uchun biz agar investitsiya olib kelib do'konlar qurib, betlarni obod qilishga yordam bersa, biz juda bir xursand bo'lardik. Mahallamiz obod bo'lishiga juda katta, ham bu ziyoratgohni kelajak avlodga saqlab qolishga juda katta hissa qo'shgan bo'lar edi. Mahallada tug'ilgan, voyaga yetgan, ozmi ko'pmi qishloq tarixini bilgan, ota-bobolardan eshitgan, hozirda qarilik gashini surayotgan keksa nuroniylarning fikriga ko'ra, ushbu tepalik 7-8 asrlarda barpo etilgan. Bir necha bor tepalikni buzishga intilishgan, ammo qancha harakat qilinmasin, harakatlari besamar ketgan. Hozirgacha saqlanib kelishining ahamiyatli tomonlaridan biri bu yerdagi buloq suvi va tuprog'idan insonlardagi xastaliklarni davolashda keng foydalanib kelinayotganligidadir. Mana bu tepalik yodgorlik quvamizni tarixi bilan bog'liq bo'lib, 2-3 asrlardan tashkil bo'lgan shu tepalik. 7 ta podshohlik o'tgan, Qayqubod podshohning 7 ta avlodi o'tgan. Mana shu podshohlar shu odamlarga qo'l bilan mana shu tepalikni qurdirgan. Atrofi chuqurlik bo'lgan betlarda, suv bosib yotgan, qamishlar o'sgan betda, baliqlar yashagan betda, katta. Savol tug'iladi, nima uchun podshohlar bu tepalikni qildirgan? Bu tepalikda asosiy dushmanga qarshi xabar beruvchi narsa sifatida qurdirgan buni. Bu tepalikka ana shu poholmi yonadi, tez yonadigan narsani balandlikka qo'yib, yo'q allaqat chetga qilib, dushman kelayotgan bo'lsa, anig'ini bilib, ko'rib, tepalikda o't yoqib yorib, xabar bergan shu markazga, Quvaga.
Mana shu tepaliklar asoslarini mana bunaqa tepaliklar juda ko'p, lekin asosiy tepalik mana shu tomondan biyoq tekizlik bo'lgani uchun shu yoqdan dushman kelgan, shuni ogohlantiruvchi belgi. Bu yerda katta janglar bo'lgan, ana shu dushmanlar bilan jang bo'lgan. Mana atrofimizda ko'rib turgan tepaliklar hammasi mozor hisoblanadi. Bu yerda jangda o'lgan odamlar shu yerda ko'milgan. Bir 2000-3000 odamni bir yerga olib ketib bo'lmaydi-ku, mana shu yerda ko'milib qolgan. Ziyoratga olib qo'ygan, ya'ni davlatning nimasini hisobda turadi buni. Shundoqqina dala maydonining fuqarolar xonadoni bilan tutash hududidagi ushbu tepalikning o'ng tomoni yer ostidan chiqib, to'lib ketmasdan baland-past holatda turuvchi kichik buloq hamda yer tagidan chiqib, ko'l hosil qilgan holda tashqariga oqib chiqib ketadigan katta buloqdan iborat. Tuman tarixi va uning o'tmishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan mahalladagi keksalarning ta'kidlashicha, ancha yillar avval bu yerga arxeolog olimlar kelishgan va hududni, tuproqni, tepalikni to'lig'icha o'rganishgan. Natijada bundan 2000 yil ilgari ham bu hududlarda paxta ekilganligini va suvi shifobaxshligini aniqlashgan va tarixiy obida sifatida ro'yxatga kiritilgan. Hatta tug'ilish hatta katta bo'lganman. Ota bobomiz o'tgan paytdan hammasi o'tgan shatta hammamiz. Mana yoshimiz 80 ga ketyapti. Shatta katta bo'lganmiz. Shifobaxsh qiziqlar bor. Bolalar go'day bolalarga yaralar toshgan bo'lsa, shuni yuvib qo'ysa bir kun, ikki kunda qolmas to'kilib ketadi. Shundan. Endi bir kelib bir vaqtda mana shu qabriston bo'lgan shaylar buzamiz deb ham kelib buzdirmay qo'ygan payt haqiqiy davlat hisobida turgan joyi ekan. Oldin vaqtda televideniya yo'q edi, radio bo'lardi. Shu istabaliga qo'yilgan nimadan eshitgan radiodan shu ekspeditsiyaga tekshirganda yeradan 2000 yil ilgari ekilgan paxtani, kuygan paxtadan chiqqan ekan. Shu vaqtlarda ham paxta ekilgan ekan deb xulosaga kelishgan shu vaqtida. Ziyorat uchun kelishyapti hammasi kelgan odamlar. Shu shifobaxsh vaqtlari shifo topib, shu yerdan turpoqdan shifo topishadi. Keksalarning ta'kidlashicha, Quva tumanida bir nechta mana shunday tepaliklar mavjud. Bugungi kunda ushbu tepalik va uning atrof hududini obodonlashtirish va tadbirkorlar ko'magida investitsiya jalb etish orqali turistik maskanga aylantirishga harakat boshlangan. Bunga tuman kengash deputatlari ham jalb etilgan. Qiziqtirayotgan savol shunday iboratki, tadbirkor ekansizda, demak Quvada tadbirkorlik qilib faoliyat ko'rsatar ekansiz. Aynan nima uchun mana shu tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ziyoratgohga e'tibor qaratdingiz? Bu meni maqsadim shuki, tadbirkorligimizdan kelib chiqqan holatda shu paytda Chilonmozorda bir katta bir ziyoratgoh bo'lganligi uchun, balki bir obodonlashtirish qilish maqsadida shu yerda bir obod qilish, shu yerga bir turizmni rivojlantirsak, balki investitsiya keladi. Mana katta o'zimiz bilan birga ishlaydigan tadbirkorlar bor, shu qiziqib turibdi. Shularni ham xudo xolasa shu yerga jalb qilsak, shu yerda bir obod qilib olib, bir rivojlantirib olsak, bir katta bir ziyoratgoh paydo bo'ladi. Foydali tomonlari bor. Bu ziyoratgohimizni mana masalan o'zimni boshimdan o'tgan bir yoshligimda bir nima bo'lganki, shu ziyoratgohda bir suvi bor, buloq suvi bor. Bir o'zining bir xususiyati bor ekanki, shu suvni shu foydasidan kelib chiqib, men shu yaralardan shu bir shifo topdim shu yerda. Demak, o'zingiz mana shu yerda boshidan o'tkazgansiz. Boshimdan o'tkazganman. Maqsadim shuki, xudo xolasa shu tadbirkorlarimizni mana shuga jalb qilib, shu bir rivojlantirish maqsadimiz. O'z-o'zidan bu o'ziga bog'liq nima bo'ladiki, shu mahallaning kirishga shu yo'llari asfaltlashib, ichimlik suvlari, albatta mana chiroq, mana istalbalarimizga elektr energiyasidan, ya'ni yoritgich svetinlarimizni qo'yib, mahalla obod bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan shu yo'llarimiz obod bo'ladi. Mahallaga ko'p bir katta imkoniyatlar keladi. Imkoniyatlarni yaratib, biz sharoitlarni qilib bersak, xudo xolasa, albatta bu turizm rivojlanadi shu yerda.
Albatta, Quva tumani tilga olinganda barchamizning ko'z o'ngimizda Ahmad al-Farg'oniy gavdalanadi va diyorimizga kelgan mehmonlar va albatta xorijlik turistlar ushbu tarixiy shaxsning tug'ilib o'sgan hududda barpo etilgan ziyoratgoh bilan yaqindan tanishadilar. Bugungi kunda tumanda boshqa tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ziyoratgohlarni obod qilishga kirilishi evaziga yaqin kelajakda yana bir ziyorat maskani barpo etilsa ajabmas.